Qudam bilan masofa saqlayman, chunki meni erkagim yo'q. Xonanda Zohida Umarova qudasi Ozodbek Nazarbekov bilan munosabatlar haqida aytdi. Xonanda Yorqinxo'ja Umarovning onasi Zohida Umarova yangi intervyulardan birida qudasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan munosabatlar haqida gapirib o'tdi. Qudangiz bilan duet kuylashingiz mumkinmi yoki bu afsonami degan savolga xonanda shunday javob berdi. Yo'q, bu mumkin emas. Men qudam bilan duet kuylashni o'zim xohlamayman. Hattoki ulardan taklif tushganda ham rahmat, yo'q, siz bilan duet kuylamayman degan bo'lardim. Agar Ozodbek meni qudam bo'lmagan oldingi vaqtlar bo'lganda edi, balki o'zim Ozodbek, siz buyuk san'atkorsiz, maylimi, siz bilan duet kuylasak degan bo'lardim. Hozir esa xudo andachilik degan narsa bor. Shu narsa bunga xalaqit beradi. Ba'zi izohlarda yozib qoldirishadi. Sen qudang bo'lmasa qo'shiq aytmasding deb. Ishonasizlarmi yo'qmi? Ozodbek Nazarbekov bilan bir yilda bir marta gaplashmayman. Bayramlarda ham faqat SMS yozaman. Hech qachon qo'ng'iroq qilib tabriklamaganman. Qandaydir tadbirlar va yig'inlarga borsam ham iloji boricha Ozodbek yo'qroq joyga borib turishga harakat qilaman. Birinchidan ular mening rahbarim, ya'ni butun O'zbekistonning madaniyat rahbari. Istaysizmi yo'qmi, har bir rahbar bilan masofa saqlaysiz albatta. Bu masofani ular emas, men saqlashim kerak deb bilaman. Yana bir narsa bor. Men ayol kishiman va meni erkagim yo'q. Shu bois o'rtada katta devor bor. Masofa saqlashimni katta sabablardan biri ham aynan shu, deydi xonanda. Suhbat davomida boshlovchilar Zohida Umarovaga quda andachilikni o'z o'rniga qo'ya olyapsizmi degan savol bilan yuzlanishdi. Hozir ishonmasliklaring mumkin, lekin bu haqiqat. Men to'g'ra-pog'ra, turli yig'inlar va hokazolarni umuman yoqtirmayman. Qudam Nazokatxonga katta rahmat. Ular ham xuddi mendeklar. Zohida opa, bitta o'g'lingizni to'yda kelin salom bo'lmaydimi? Nahotki orzu-havashlaringiz yo'qmi deyishgan. Mening orzu-havashlarim bu bilan cheklanib qolmaydi. Men qandaydir ziyofatlar, o'tirishlar, tog'oralarda ko'ra olmayman o'zimni. Bilmayman. Mening tabiatim shunaqa, deydi xonanda Zohida Umarova.